25-iyul sanasi soat bo'lyapti 6:15 bo'pti. Ertalabki 6gacha ishlab ko'ramiz, 12 soatlik smena. Gazni polniy bak qilamiz. 5 pul topsa bo'ladi. İşte boshladik xullas. 507 bo'ldi mana. 507 ga polniy bak gaz quydik. Hali gaz tugagani yo'q. Soat bo'lyapti 2 bo'pti soat. Choy ichgani keldik. Obed короче. Soat 2 bo'ldi, biz obed qilgani keldik. Yana choyni ichib turib, chiqib 6gacha ishlaymiz. Va'da. Taksistni nima xursand qiladi? Chivi xursand qiladi. Конечно, bu hammasi emas. 30 atrofida chivi qoldirdi. Xo'p, qanaqadir Zagrebga keldimda 150 beradi, примерно shuncha bo'ladi deb mehmon ekan, pul berdi. Yetmaganini men o'zim qo'shaman deb 172 bo'ldi. Screenshotini ko'rsataman. Qanaqadir Zagrebga keldim. 172 bo'ladi. 200 bo'ldi короче, 30 o'zimizga. Plus energetik magazinga to'xtab narsa oldik. Energetik olib berdi. Taksistni nima xursand qiladi? Chivi xursand qiladi, to'g'rimi? 1 so'mmi, 10 so'mmi, 100 so'mmi? Chivi bo'lsa bo'ldi. Bunaqa joylarga ham kirib chiqaveramiz, farqi yo'q bizga. Zat bilan chiqib ketish kerak endi ancha. Chiqib ketaveramiz. Choychi bo'ldik, ishga chiqamiz. Soatimiz necha bo'ldi? Soatimiz 2:45 bo'ldi. Sanaga 26. 26-iyunga o'tdik. Ertalabki soat 6gacha ishlasakchi ko'ramiz necha bo'lar ekan. Lekin yaxshi bo'lyapti, menga yoqyapti lekin shu ketishda. Akalar nima bo'lyapti? 50 lega olib keldim. Hech qancha emas, hozir screenshotini ko'rsataman-da. 100 so'm qaytarsang bo'ladi, 50 ga senga chivi, kofe ichasan deydi, tashlab ketdi. Qo'yil lekin, hayron qolyapman men bor-ku. Eng kam, yana kamiga narsasini mashinaga qo'ydi, bitta shaurmami, lavashni qo'ydi. Hozir olib tushaman dedi. Borib, gap yo'q, malades, uydan 200 so'mda olib tushdi. Poyezdka 50 lemi, 51 lek bo'ladi. 100 so'm qaytarsang bo'ladi deydi. Mujik respekt. Xo'p, akalar, smenni tugatdik, xudo xolasa. Soat necha bo'ldi? Soatimiz bo'ldi 6 bo'lyapti. 10 takam 6. 26-iyun sanasi. Xo'p, men yechib qo'yadim. Pullarni hisoblash kerak. Qiziqyapman qancha bo'lganiga. Yaxshigina pul bo'ldi, lekin bugun cho'tki maza qilib ishladim. Bu qaranglar. Xalqi ham yaxshi, haligi natsist xalq emas shekilli. Endi не бывает плохого народа deydi. Yo menga hali unaqasi tushmadimi? Sanaymiz hozir. Bularni sanash kerak. Tahlab bo'ldim. Короче, pullari qiziq narsa ekanda, bor-ku, kichkina pul. Plus itogosiga o'tadigan bo'lsak, bir Xo'p, qancha buni? 2900 pul. Naqd 2900 ishladik. Balansda ham bo'lish kerak, adashmasam. Kartadan ham 3-4 ta zakaz qilganman, xullas. Balansda ham screenshot qilib hozir chiqarib ko'rsataman. 2900 plus hozir balansdagi pul. 12 soat smenada shuncha pul ishlasa bo'ladi ekan. Stop, bu o'zim topgan pul. Hech kimga hech qanaqa garantiya berilmaydi, shuncha topasan deb. Eng qizig'i probegda qancha yurding deb so'rasalar, 266 kilometr yurdim. 10 soat mashina to'xtamasdan yurdi. Qolgani perekus bo'ldi-da, choy ichdim, boshqa narsa bo'ldi. Xullas soat mana 6 bo'ldi mana. Xudo xolasa 2 takam 6. Mana buni qaranglar. Shuncha chek chiqardim. Uncha ham chiqarmasa bo'lmaydi-da. Mana xullas o'rgatib beray.
Bir bilan startni bosasizlar, ketdi. Shu bilan tarif ekonom, standart по городу. Startni bir bilan bosasizlar, uchuvchi boshlaydi hisoblashdi. Yetib borgandan keyin 4 ni bosasizlar, to'xtaydi. Passajirga 5 ni bossanglar, chekni chiqarib beradi. Shunaqa. Tarifni o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, 2 ni bosasizlar ana. Tarif standart Zagreb 8,5 leydan boshlanar ekan kilometriga. Bunisi tarif komfort shaharda ichi. Bunisi tarif komfort Zagreb 47 leydan boshlanadi. Kilometriga 15 ley. Xuddi shu. Birni bosasizlar, uchuvchi boshlaydi. Yetib borganlardan keyin 4 ni bosasizlar, to'xtaydi. Passajirga chek kerak bo'lsa, 5 ni bosasizlar, chiqarib beradi. Hech kim olmaydi baribir. Mana. Aytib qo'yish ismdan chiqib qopti. O'sha gaz quydik-ku 507 leyga. O'sha hali ham turibdi, hali tugagani yo'q gaz. 266 kilometr yurdik. Ko'ramiz polni bak bilan necha kilometr yurar ekan. Buni ham keyingi videoda aytib o'taman. Yana bitta asosiy narsa esimdan chiqib qopti-yu, gnidalar uchun. Bularni kashlovga solmoqchi edim, esimga kelib qoldi. Xayolga kelib qoldi haligi gnida akalarni. Xayoli menga ham kelib qoldi-da. O'zini pulini ham ko'rsatma deydi-yu. Shunaqa akalar uchun mana o'zimning pulim. Shu. Mana bu yerda bor o'zimning pulim. Nima deyapti? Alohida tema bu. Like bosib qo'yinglar shunga. Shunaqa hech qanaqa o'zimning pulimni aralashtirib sizlarga ko'paytirib gapirayotganim yo'q, lekin tuhmat qilishdan qo'rqinglar. Tuhmat yomon narsa.